Bugun tovuqli quesadilla tayyorlaymiz. Yonida xushbo'y salsa sousi ham bo'ladi. Ko'rinishi ishtahani ochadi, mazasi anchagacha esda qoladi. Bu retsept uchun kerakli masalliqlarni Yandex.Lavkadan buyurtma qildim. Shundoq ilovaga kirib, kerakli mahsulotlarni tanlab buyurtma qilasiz va 15 daqiqada kuryer sizga olib kelib beradi. Boshida ishonmadim, lekin meni buyurtmam undan ham tez yetib keldi. Asosiysi hamma narsa barra, buyurtma qilish juda qulay. Masalliqlarni joylab, sous tayyorladim. Birinchi bo'lib pomidorni po'stidan ajratib olamiz. Eng zo'r usul bu qaynagan suvga 1 daqiqaga solib qo'yib, keyin muzli suvda tez sovutish. Shunda pomidorlar pishib qolmaydi, po'sti ham juda oson ajraladi. Pomidor, piyoz, chesnok, kashnich, garimdori hammasini juda mayda qilib to'g'raymiz. Idishga solib, tomatni sok, tuz, murch va layim suvini siqib, yaxshilab aralashtiramiz. Sous juda xushbo'y va ishtah ochadigan bo'ladi. Uni albatta tayyorlab ko'ring. Qizigan tovaga yog' quyib, tovuq qiymasini qo'rib olamiz. Bizning qiymamiz shunaqa qizil rangda keldi. Qiyma pishgandan keyin to'g'ralgan piyoz, chesnok, ziravorlarni qo'shib, yana 5-6 daqiqa o'rta olovda pishiramiz. Tomat pastasini qo'shib aralashtiramiz. Suv quyib 15 daqiqa suv tortguncha pishiramiz. Ungacha gauda va mozzarellani qirg'ichdan chiqarib olamiz. Tortillani yarmiga 2 xil pishloq solamiz. Ustiga tovuqli nachinka, jalapeno, ustiga yana bir marta pishloq. Tortillani yopib, quruq skоворodkada ikkita tarafini qizartirib olamiz va quesadilla tayyor. Usti qarsildoq, ichida bo'lsa sochni tovuqli nachinka va erigan pishloq. Menimcha bu ideal kombinatsiya. Ishonmasanglar o'zingizlar tayyorlab ko'ringlar. Retsepti opisaniyada bo'ladi. Ishimni osonlashtirib bergani uchun Yandex.Lavka xizmatiga alohida rahmat.